Ya Bismillahirrahmanirrahim. Qadrdonlar, O'zbekistonda yangilik. Konteynerdan ofis, magazin, bundan tashqari uylarda yasash beryapti ekan. Xohlasangiz konteynerdan, butun konteynerdan, xohlasangiz yangi temir mahsulotlardan ham siz aytgan razmerda, aytgan rasvetkada tayyorlashib berishadi. Kimga shunaqangi tayyor uy, tayyor magazin, tayyor ofis kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Kaminterim qishlog'idan bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar, razmerda farqi yo'q. Xohlagan razmeringizda, xohlagan rasvetkangizni tayyorlashib berishadi. Birinchi o'rinda mana shu ko'chma do'konlarda obzorni qilib beradigan bo'lsak, bunimiz o'sha 2 qavat tupli til qilingan, tashqarisi profinastilda qadrdonlar 0.4 qalinlikdagi, ichkarisi esa dekor plastda qoplashib berishibdi. Montajlari, svetlari hamma yo'lga qo'yilgan, tagiga logolar tortilgan. Mana bunimiz o'sha konteyner pol bo'ladi va albatta linoleum tashlab berishadi. Xo'sh, bu narsani masalan oldida ko'rib tursiz, akfa o'rnatishdi. Nimaga oynaga yo'q deganga, akalar bularni o'sha joyiga olib borib, ustanovka qilgandan keyin oynalarni o'rnatishib berishadi. Bularning ustanovka dastavkasi vodiy bo'yicha mutlaqo tekin Toshkent vohaga kelishiladi. Xo'sh, bu do'konimizning razmeriga keladigan bo'lsak, bunaqasi 3,5 metr, usta aka. 3,5 ga? 3,5 ga 5 metrdagi do'kon. Usta akamiz, ya'ni bitta savdogar akamiz zakaz qildi. Mana ikkita, birinchisi bu, ikkinchisi mana bunisi ekan. Bularning narxi qancha deganlarga, narxi qadrdonlar $2700 vodiy bo'yicha dastavka ustanovkasi ichida bo'ladi. $2700. Shu razmerda xuddi shunaqangi ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa. Agarda siz razmeringiz kichikroq bo'lsa, narx kichikroq bo'ladi, kattaroq bo'lsa narxlar ichcha-ichcha qo'shilib qoladi. Aloqaga chiqaversa, bu o'sha yangi temir mahsulotlardan bo'lgan. Mana bular esa tayyor konteynerdan akalarimiz ofis, uy, bundan tashqari o'sha magazinga, do'konlarda ham tayyorlashib berishaveradi. Bu ikkalasi ham zakaz ekan. Agarda siz ham zakaz bersangiz, xudo xolasa bir 10 kun, 15 kun uzog'i tayyorlashib, vodiy bo'yicha ustanovka qilib berishaveradi, olib borib. Xo'sh, bunimizga o'sha tuplit qilingan, bir qavat mana bundan tashlangan, ikkinchi qavatiga mana bundan tashlangan, steklovatadan tashlangan. 2 qavat steklovata bilan tuplit qilingan. Ko'rib turibsizlar, dekor plasti ham yaxshisidan qo'yilgan, montajlar hamma yo'g'i bo'lgan, ichkani ham ko'rsatib qo'yasiz. Tagiga falga tashlangan, plus palasam tashlab beradi, chiroyli qilishi. Oynak plastdan qo'yilgan ekan, mana alyumin profildan yasalgan eshik. Bunimizda konteynerda holatiga qarab turib narx aytiladi ekan. Agarda shunaqangi konteynerda bo'ladigan bo'lsa, $1700. Agarda konteyner sal yaxshiroq bo'ladigan bo'lsa, narxi ozgina qo'shilib qoladi. $1700 albatta kelishiladi jichcha-picha. Vodiy bo'yicha ustanovka dastavkasi mutlaqo tekin. Bunimiz masalan uzunligi 6 metr, lekin mana bu xonasi 4,5 metr. Nimaga 4,5 metr deganlarga, bu boqqa zakaz berishgan ekan. Ya'ni bu yerda o'sha ovqatlangani, yashagani bo'laveradi. Mana bu yeri esa mana bu yerda 1,5 metr kladovka qilib berishgan ekan akalarimiz. Mana kladovka. Operator olib kelaveram, baq, uyalmam. Mana 1,5 metrlik kladovka. Bu yerda ham xolasangiz svet, razvetkalarni qo'yib berishadi. Ya'ni qorong'ida ham foydalanishingiz mumkin. Qadrdonlar, undan tashqari ichkariga xohlasangiz kuxni o'rnashtirib berishadi. Xohlasangiz dush, xohlasangiz hojatxona, hammasini ichiga nima deydi, komfortli, zakonni qilib o'rnashtirib berishadi. Bu albatta zakazga qarab turib. Xo'sh, bunimiz esa uy sifatida bitta boqqa tayyorlashib berishda ekanmiz. Polni uy sifatida foydalaniladi ekan. Ko'rib turibsizlar, bu o'sha uzunligi 6 metr, eniga o'sha 2,40. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, bunimizni ham narxi $1700. Agarda Bozor va biznes kanalidan chiqdimizlar, chiroyli qilib narxlarni yana ham arzonlashtirib berishadi. Kimga shunaqangi konteynerdan yasalgan 6 metrlik, 12 metrlik ofis, magazin, yana nima, do'kon kerak bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari yangi temir mahsulotlardan shunaqangi do'kon, magazin, ofis kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Aytib o'tganimizdek, shu agarda yangi temirdan bo'ladigan bo'lsa, siz aytgan razmerda tayyorlashib berishadi. Agarda konteynerdan bo'ladigan bo'lsa, o'sha uzunligi 12 metrligi 6 metrlikdan chiroyli qilib tayyorlashib olib borib ustanovka qilib berishadi. Manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Kaminterim qishlog'idan bo'lyapti. Shu ustakalarimiz mehnatini qadrlab, bitta like bosib, gruppalarga, tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir juda katta foydasi tegib qolishi mumkin. Qadrdonlar, kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.